90 gramm glyukoza bor ekan. Shuni 70% to'liq parchalanadi. 90 grammimiz 0,5 mol bo'ladi. Demak, birinchi ishimiz 0,5 mol glyukoza bor. Uni 70% to'liq parchalangan. Bu degani 0,35 mol. 30% esa o'z-o'zidan to'liqsiz parchalangan bo'ladi. Bu degani 0,15 mol. Hop. Endi mana shu yerda aytyapti, jami energiyani ajralgan. Jami qancha energiya ajralgan deyapti. To'liq va to'liqsiz hisoblanadi. Hop. To'liq bo'yicha 1 molidan jami qancha energiya, shunchaki issiqlik emas ekan, energiya ekan. 2800 chiqadi. 0,35 molidan qancha chiqadi deymiz. Ko'paytirsak, demak 980 kilojul chiqadi. Demak, bu ikkinchi ishimiz bo'ldi. Ha. Endi bizda chala parchalangani ham bor-ku. Uchinchi ishimiz 1 molidan 200 kilojul energiya chiqadi. 0,15 moldan qancha chiqadi deymiz. 30 kilojul. Demak, umumiy ravishda mana shu to'liq chala parchalanishdan jami 1010 kilojul energiya chiqar ekan. Ikkinchi shartida esa aytyaptiki, necha gramm glyukoza to'liq parchalangan. To'liq parchalangan glyukozamizning moli 0,35 mol edi. 1 mol glyukozamizning molekulyar massasi 180 gramm. 0,35 molimizniki qancha bo'ladi? 63 gramm. Demak, javob B javob. Demak, 20-chi masalamiz 63 mol molekula ATFdan sintezlangan. Ya'niki, birinchi ishimiz 1 mol glyukoza uchun 18 ta ATF ketadi. 63 moldan 63 mol ATFdan necha gramm glyukoza hosil bo'ladi? 2,5 mol glyukoza hosil bo'ladi. Mana shu sintezlangan glyukoza molekulasi to'liq parchalanish natijasida deyapti. Demak, bir molekulasini to'liq parchalasak 2800 kilojul energiya chiqadi. 3,5 mol glyukoza to'liq parchalansa qancha energiya chiqadi? 9800. Bu yerda javob yo'q ekan. Nimaga? Tarqalgan energiya ekan. Tarqalgan energiya bo'lsa 1280 bo'ladi. Stop qo'yamiz. 1480. Javob. Hop, masala shartida, demak, 15 molekula glyukozadan tarkib topgan glikogen moddasi parchalandi. Ya'ni 15 mol glyukozamiz bor ekan. 15 mol glyukoza. Shu jarayon natijasida energiya almashinuvining har bir bosqichida qancha ATF molekulasi sintezlanishi mumkin deyapti. Bu jarayon to'liq ketgan ekan. Demak, 1 mol glyukozadan ikkita ATF chiqadi. 15 molekulasini glikoz ketyapti hozir bu yerda. 30 molekula. Bundan tayyorgarlik bo'ladi-ku. Tayyorgarlikda ATF qolmaydi, 0 bo'ladi. 0, 0, 0. Glikoliz jarayoni. Ikkinchi bosqich. Tiz, tiz, tiz. Va mana shu bu yerda 2 molekula sut kislota hosil bo'ladi. Bu yerda 30 molekula sut kislota hosil bo'ladi. Va bu mitoxondriyaga o'tadi. Uchinchi bosqichga. 2 molekula sut kislotasining mitoxondriyada oksidlanishida bizda 36 ta ATF hosil bo'ladi. 15 mol qancha hosil bo'ladi? Emas, mana bu 15 emas, mana bu yerda 30 bo'lishi kerak. Chunki 30 molekula sut kislota hosil bo'ldi. Shunda javob chiqadi 540. Demak, C javob. Demak, 23-chi masalamiz. 3 gramm glyukoza parchalanibdi. Barcha bosqichlar uchun hammasi bo'lib qancha energiya chiqadi? Demak, 1 molekula glyukoz, 180 gramm glyukozamiz to'liq parchalansa 2800 kilojul energiya chiqadi. Shu bizda 888 ekan. Necha gramm chiqadi? Necha kilojul energiya chiqadi?
13.813. Bajo. Demak, masala sharti 24-masala shartida hujayrada shuncha molekula dizlanibdi. Qanchasi sitoplazmada, qanchasi mitoxondrada deyapti. Hop, bizda sitoplazmada 2 ta ATF hosil bo'ladi. Mitoxondrada 38 ta ATF hosil bo'ladi. Jami 40 ta ATF hosil bo'ladi. Va bizda masala shartida jami hosil bo'lgan molekulalarning soni esa 1007. Bu qancha bo'ladi? Bu qancha bo'ladi? Ya'ni 2 ni 1007 ga bitta 40 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Yo'q, bu yerda mitoxondrada 36 ta hosil bo'ladi. 36 ta. Bu yerda to'liq reaksiya kechyapti. To'liq 38 jami o'shundoq. 38 ta. deb bo'lsak 954 chiqadi. 954. Keyin bag'i o'z-o'zidan 53 bo'ladimi? 53. 50 demak, sitoplazmada 53, mitoxondrada 954. A javob bo'ladi.